Aka qancha bo'ldi? 60 million so'm. Baragasini bersin. Bozor oldi bu qasa aka 60 million so'm. Gap yo'q. Ingisi nechi pul bo'ldi aka? Aka qancha bo'ldi? 41,5 ikkitasi jupiga. Baragasini bersin. Zo'r. Bo'ylari 1.15. Nechi pul bo'ldi? 24. Gap yo'q. Bo'ylari 1.25 chiqadi. Baragasini bersin. Tog'a assalomu alaykum. Qancha bo'ldi? 14 million 700 ming so'm xonajinimiz. Gap yo'q, baragasini bersin. Zo'r bo'pti. Hop, keyingi xonajin tog'a qancha bo'ldi? Bilmayman. Akamiz Shopir akalar bilishmas ekan. Hop, hurmatli kuzatuvchilar, bozorda mol arzon yoki qimmat degan akalarimiz biz maxsus video qilganmiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, chorvador akalarimiz. Bugun biz Namangan viloyati Kosovoy tumani kiyamiz. Bu yerda biz olingan hamda sotilgan mollar narxini yoritib beramiz. Qancha bo'ldi aka? 14 million so'm. Xonajinimiz menimcha bo'g'ozga o'xshab turibdi. Hop, akalar ko'rsatuvimiz hamkori ideal ko'rim yemlar. Agar sizga ideal ko'rim yemlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Aka qancha bo'ldi? Aka bilmayman. Narxini bilmaysizmi? Bilishmiz. Tog'a qancha bo'ldi sizga? O yegalar past. Qancha bo'ldi aka? 26,5 oldi. Jupi. Jupi 26,5 bo'libdi ikkovi akalar mana zo'r. Qancha bo'ldi? 20? 20 millionga olingan buqamiz. Gap yo'q, zo'r. Shved buqamiz. Baragasini bersin. Akalar videoga bittadan like bosib turaylar. Bu like mutlaq O'zbekiston, dunyo bo'ylab tekin. Bo'lmasa biz videolarimizni boshladik. Buqamiz. Aka qancha bo'ldi? Aytaveringchi. Jupi 26 mi? Jupi 26 bo'libdi akalar. Arzon olibdilar ostidan. Xo'p, keyingiz. Aka assalomu alaykum. Qancha bo'ldi ona aka? Kimdan chiqqan? Bolasi buqa ekan. Gap yo'q, lekin olay ekan. 55 million deyishyapti. 4 tasi shikili. Aka, 4 tasi 55 bo'ldimi? Sizniki emasmi? Hozir bilamiz. Bo'ldi, bolasi buqa ekan mana. Bunisi ham bolasi buqa ekan. 14 million 400. Qisirmi aka? Qisir 14 million 400 ming so'mga. Gap yo'q. Aka bu qancha bo'ldi to'rttasi? 55. Ikkovi ham buqa ekan bolalar. 55 million bo'pti mana. 55 to'rttasi. 55 million. Mana akalar. Bolalari buqa ikkovi ham. Hop, keyingi buqa. Aka buqa qancha bo'ldi? Narx. Voh, narxini bilishmas ekan. Nechi pul bo'ldi? So'rashmayapti. Aka nechi pul bo'ldi? 6 oylik bo'g'oz 16,5 bo'ldi. 6 oylik bo'g'oz 16,5 bo'libdi. Qancha bo'ldi sizga aka? Aytishmadi buni. Aka, mana shu buqalar nechi puldan bo'ldi? Boy aka. Nechi puldan? 38,5. Uchtasi 38,5. Uchta buqamiz mana. Gap yo'q, baragasini bersin. Bo'ylar 1 metr atrofidagi. Bu buqamiz. Aka, buqa qancha bo'ldi? Vo aka. Bilmaysizmi? Shopir akalar. Semiz buqamiz. Hop, keyingi buqamiz akalar chiqib kelyapti. Semiz. Aka, buqa qancha bo'ldi? 31 million 800 ming so'm. Semiz buqamiz. Xonaji qancha bo'ldi tog'a xonaji? Xonaji? 13 million 700 ming so'm bo'libdi xonajimiz. Aka, assalomu alaykum. Aka, qancha bo'ldi ona bola? 42. 42. Bolasi buqa ekan-a? Aka, suti nechta ekan suti? Suti nechta ekan? 6 litr. Tog'a nechi puldan bo'ldi qo'chqorlar? Ha? 47 dan-a? Ha, sizniki 47. Narigilar so'roq ekan. Bu 47 bo'lib qo'chqorimiz mana. 16 million 200, 16 million 200 ming so'mga sotilgan buqamiz. Bo'ylari 1.5 atrofidagi jeydari buqamiz kelar. Keyingi ona olamiz. Aka, bolasi buqami? Nechi pul bo'ldi? 22 million 600 ta nechta ekan? Suti 4 ta 5 ta ekan. 22 million 600 ming so'm. Keyingiz. Tog'a bu qisir bo'g'oz nechi pul bo'ldi? Qarachi 20 million oldi. 5 oylik bo'g'oz. 5 oylik bo'g'oz 20 millionga. Nechta? Nechinchi bolasi bu? 3 ta tuqqan. 3 ta tuqqan ekan. Gapi, 4-chi bolasiga. 8 litr suti bor. 8 ta suti bor ekan. Hop, keyingi bu ham. Aka, nechi pul bo'ldi? Qancha bo'ldi? 24 million so'm. Bular 1.17 chiqargan buqamizdan. Keyingi buqa. Buqa qancha bo'ldi aka? Nechi pulda? 13 ta. Ona qancha bo'ldi tog'a? Ona 35.
Sizniki aka? 32 bo'g'ozimiz. Novoz qancha bo'ldi sizga? Aytishmadim. Yine bu ne iş dedi? 32. Tog'ir ish pul bo'ldi xolajon? O so'ramoqman. Pulni so'ramaganlar. Sizniki qancha bo'ldi aka? İktesi 20. 20 million. 200. 20 million 200 ming so'm ikkitasi aka. Mana birinchisi narigi ikkinchisi. Jiyani ish pul bo'ldi bo'g'oz. 27,5. Nechinchisi bo'g'oz? Ikkinchisi bu. Necha oyli? 8 oydan o'tgan. Gap yo'q. Ukamizga like qo'yib qo'yamiz. Aka qancha bo'ldi? 21,5. 21,5 buqamiz. 6 oyli buzoq. Bo'ylari 1.5 atrofidagi. Gap yo'q. Orqa tomondan ko'rishlar. Bu qancha bo'ldi aka? 22 500 lira. Necha oyli bo'g'oz? 5 oldu. 5 oyli bo'g'oz. Gap yo'q. Buqani qaranglar, jonivor. Telefonga shor bo'ling, natijaga savdo qilmang. Mana xunajini bilib beramiz. Aka qancha bo'ldi aka vashi? Puli 11 million 600 ming so'm. Gap yo'q. 11 million 600 ming so'm. Barakasini bersin. Aka bo'g'ozmi bu? Natijaga savdo qilmang. Cho'tada pulga, telefonga shor bo'ling. Aka nechi pul bo'ldi vashi? 18 sira. 18 million so'm. Aka qisirimiz mana 5 yo'nalishda ketdi. Aka qancha bo'ldi? 26,5. 26,5. Gap yo'q. Boqma buqamiz akalar mana. Bo'ylari 1.20 chiqib qoladi. Orqa tomondan ko'rinishlar. Gap yo'q, zo'r. Bo'g'oz qancha bo'ldi? 27 million. Nechinchisiga aka? 3-inchisiga ham deyishdi. 95'lik. 90lik 156 46. Hop, keyingisi. Nechi pul bo'ldi aka? Aka qancha bo'ldi? 41,5 ikkitasi jupiga. Barakasini bersin. Zo'r. Bo'ylari 1.15. 41,5. Zo'r bo'pti. Baraka topuz. Obunachilar, olindi bo'ldi mana. Gap yo'q. Nechi pul bo'ldi? 24. Gap yo'q. Bo'ylari 1.25 chiqadi. Barakasini bersin. 100 kam o'ydi. Nechinchisiga bo'g'oz? Ha, qisir so'ygan ekan. Gap yo'q. Xo'p, keyingi buqamiz chiqib kelyapti. Aka, buqa narxini aytib ketay. Buqa narxi 18,5 ga sotilgan buqamiz. Gap yo'q. O'zimizni mesni buqamiz akalar mana. Bo'ylari 1.20 chiqib bo'ladi. Xo'p, keyingisi. Nech pul bo'ldi tog'a? 22,5. 22,5. Bolasi novoz. Suti nechta ekan? 4ta. Nechinchi bolasi? 5-chi bolasi ekan. Gap yo'q. Hamma ma'lumotni oldik qo'ldan kelgancha. Xo'p, keyin. Aka, nech pul bo'ldi ona bola? 44. Bolasi buqami? Suti nechta aka? 15'te. Nechinchi bolasi? 3'üncüsü. 3-inchisi. Gap yo'q. Barakasini bersin. Qancha bo'ldi aka? 26,5. Ona bola. Bolasi xonaji. 20. Ha, buqa ekan 26,5. Gap yo'q. O'zimiz jaydari sigirlar. Xo'p, keyin. Qancha bo'ldi aka? 22. Nech pul bo'ldi? 24 million so'm. Gap yo'q. 24. Barakasini bersin. Zo'r bo'pti. Bo'ylari 1.17, 1.20 chiqib qoladi. Zo'r. Olmaymi? Hop, keyingisi. Aka qancha bo'ldi? 22 milyon bo'ldi aka. Gap yo'q. Barakasini bersin aka. 22 million. Bu necha oyli? 10 oyli bizochan. Bo'ylar 1.15 chiqib qoladi. Gap yo'q. Shunaqa akaramizdan rozi bo'lsin. Olmay qo'ymay deydiganlardan. Ochig'ini aytdilar. Aka, boqqani oldingizmi? Sotdim. Ha, siz oldingiz. Siz sotdingiz. Gap yo'q. Zo'r. Hop, keyin buqachalarimiz. Tog'a qancha bo'ldi? 31 milyon bo'ldi. 31 millionga sotildi. Gap yo'q. Bo'ylari 1 metr minus atrofidagi buqamiz. Barakasini bersin. Aka, vashi qancha bo'ldi? Aytishmadi lekin buni. Keyingi xonajinimiz. Boy aka qancha bo'ldi? 14,5. 14,5 xonajinimiz. Bo'ylari 1.10 chiqib bo'ladi buni. Kaleni yaxshisi bo'lsa o'yda boring. Bo'ldi, gap yo'q. Obunachimiz ekan akamiz. Keyingi buqamiz. Tog'a, assalomu alaykum. Nech pul bo'ldi jupi? Ha? Umid akammi? Narxini aytib keting. Olvan 27. Gap yo'q. 27 million so'mga olingan buqamiz jupiga mana. Bo'ylari 1 metr. Atrofdagi mesni buqalarimiz akalar mana. Aka, nech pul bo'ldi jupi? 26. Gap yo'q. Barakasini bersin. 26. Bu ham bo'ylari 1 metr atrofida chiqib qoladi. Mana ketdi. Aka, nech pul bo'ldi bo'g'oz? 39. Necha oylik bo'g'oz? 10 kunlik bor. Nechinchisiga? Ikkinchisiga bo'g'oz 10 kunlik 39 ga. Gap yo'q. Barakasini bersin. Keyingisi. Narxini bilmaysizmi aka? Bo'g'oz lekin.
Bo'g'oz aka narxini bilishmasa kerak. Kommentariyaga yozib ketinglar-chi. Nechi pul deb o'ylaysizlar? Aka qancha bo'ldi mana shu? A? Aka nechi pul bo'ldi jupi? Aytishmadi. Qancha bo'ldi aka, aka? Nechi pul bo'ldi tog'a mana shu? 15 million, indamay ketyaptilar bilalari va. Hop, keyingi qisir. Aka qisirmi bo'g'ozmi? Qisir. Nechi pul bo'ldi? 8,5 million so'mga qisirmi sotildi akalar. Hop, keyingisi. Aka nechi pul bo'ldi bu? Bo'g'ozmi? Necha oylik? 8 oydan o'tgan. Uchinchisigami? Uchinchisiga bo'g'oz aka. 8 oydan o'tgan. Gap yo'q. Hop, keyingisi. Aka nechi pul bo'ldi bo'g'oz? 23,5 bo'g'ozimiz. Birinchisiga bo'lsa kerak mana. Hop, necha oylik deb o'ylaymiz. Aka necha oylik bu? Aka 5-6 oylik bormi? Nog'oz qancha bo'ldi aka? 10 million 650. 10 million 650 ming so'mga buqachamiz sotilibdi mana. Tergachi bozorda. Aka qancha bo'ldi buqa? 16,5 million. 16,5. Ne qilib aka o'la? 16,5 million so'mga sotilgan buqamiz. Bo'ylari 1 metr. 16,5. Keyingi xunajim chiroyli. Aka qancha bo'ldi? Bo'g'ozmi? Qisir 18 million so'm. Gap yo'q, barakasini bersin. Qancha bo'ldi? Qisir 17 bo'ldi. Qisir 17. Nechta tuqqan bu endi? 2 marta tuqqan. 2 marta tuqqan. Yaxshi, 17 million so'mga qisirimiz. Barakasini bersin. Aka, ona bola qancha bo'ldi? Voy aka. 27,5 bo'ldi. 27 bolasi buqami? 8 bo'ldi. Bolam 27. Bu 28. Bunisini ovoz 28 o'pdi. Gap yo'q, yaxshi. Ikkita o'y ketdi ikkitasi. Keyingi ona bola. Aka nechi pul bo'ldi ona bola? 25 million. Bolasi xunajimmi? Suti nechta? Sutini bilishmas ekan, gap yo'q. Akalar to'palan boshlan. Aka buqa qancha bo'ldi buqa? 19 million so'm bo'ldi buqamiz. Gap yo'q, barakasini bersin. Aka xunaji qancha bo'ldi? 9,5. Bo'ylari 1 metr atrofidagi. 9,5. Gap keyingi xunaji. Aka qancha bo'ldi? 17,5. Xunajimiz mana. Zo'r. Keyingi xunajimiz. Aka qancha bo'ldi xunaji? 10,5 million. 10,5 million so'm. Bo'ylari 1 metr. Pels atrofidagi. Qochib turing tog'. 10,5 million so'm deymiz. Gap yo'q, zo'r. O ketdi. Kala bozor avjida chiqib kelyapti. Ikkita zo'ridan chiqib kelyapti. Xunaji yoki qisir. Aka nechi pul bo'ldi bular? Aka sizlardanmi nechi pul bo'ldi? 47 million 200 ming so'm. Bu 8 oylik bittasi aka tug'adigan. tug'adigan 8 oylik bittasi tug'adigan ekan yaqinda orada. Gap yo'q, barakasini bersin. Birinchisiga bo'g'oz, ikkovi ham. Sizniki qancha bo'ldi aka? Narxini bilishmaydi. Vo. Bu qora zo'r ichib kelyapti. Aka qancha bo'ldi? 61 mingdan taroziga tushdi. Nechi kilo? 600 kilo, 61 mingdan taroziga baraka bo'lgan buqamiz. Keyingisi. Aka ona bola qancha bo'ldi? 20 bo'ldi. 20? 20 million. Bolasi xunajimmi? Yaxshi, 20 million so'm sotilibdi. 61 mingdan. Aka jupi qancha bo'ldi? 20 million 500 ming so'm. Voh jonivorlar, chiroyli ekan. Siz oldingizmi tog'a? Sotdim. Sotdingiz, gap yo'q, zo'r. Aka mana shu xunaji qancha bo'ldi? 11 million. Gap yo'q, zo'r. 11 million so'm. Bo'ylari 1 metr atrofidagi xunajimiz. Bu buqamiz chiqib kelyapti. Zo'r. Tog'a buqa narxini ayt. Tog'a qancha bo'ldi? 59 dan kirasiz. Necha kilo chiqdi? 600 kilo, 59 dan baraka bo'lgan buqamiz taroziga. Gap. 59 dan taroziga. Necha pul bo'ldi sizga tog'a? 15 million 300. 15 million 300. Bo'g'ozmi, qisirmi? Qisir 15 million 300 ming so'm. Yaxshi. Novos aytib keting aka. Bilishmas ekan. Hop ketdi. Qoch turing tog'a. Aka qancha bo'ldi? 60 million so'm. Barakasini bersin. Bozor oldi bu qasa aka 60 million so'm. Gap yo'q. Aka qancha bo'ldi mana shu? So'ramaydi, bilmadim. Narxini bilishmas ekan, akamiz shofyor akamiz ekan. Hop, keyingisi akalar biz yoritib borishga harakat qilyapmiz. Sekin-sekin. Aka buqa qancha bo'ldi sizniki? Ha? 11 million 600. 11 million 600. Sizkichi aka? Meniki. Aka bas jupi qancha bo'ldi sizniki aka? 11 million 600 ming so'm. Bunisi qancha bo'ldi? Ikkalovi bir xil 11 million 600 ming so'mdan. Gap yo'q, barakasini bersin. Bo'ylari 1 metr. Cho'q. Siz qanchadan bo'ldi aka? Va bu qanchadan bo'ldi tog'a?
Nechi puldan bo'ldi? 11 da. Gap yo'q, 11 million so'mdan bo'pti mana. Siznikichi jupi? 33 milyon 300. Uchtasi. 33 million 400 to'rttasi. Gap yo'q, barakasi. Novoz qancha bo'ldi aka? 19 million 200 ming so'm. Gap yo'q, barakasini bersin. Hop, yana kelyapti. Hozir biz yo'rtib borishadi. Shvet qancha bo'ldi aka? Ha? 19 million so'm shvetimiz. Bo'ylari 1.5 atrofida. Aka shvet qancha bo'ldi? 21. Siznikichi aka? 21 bo'ldi shvetimiz. Aka sizniki qancha bo'ldi Eston? Akam shopir akalar bilishmasa kerak, lekin zo'r aka. Ona bola qancha bo'ldi aka? 22. Bolasi tuxunajon. 22 million. Gap yo'q. Birinchi bolasimi? Ikkinchisi bo'lsa kerak, to'g'ri. Keyingi buqamiz akalar. Voh, gap yo'q. Aka, bash buqa narxi qancha bo'ldi aka? Bilmadi aka. Narxini bilishmasa ekan. Voh, ko'payib, to'polon. Aka, bash buqa narxi qancha bo'ldi voy aka? Sizniki emasmi? Lekin zo'r buqalar ekan, lekin bilishmas ekanda. Yana kichkina buqalar. Aka, jupi qancha bo'ldi? 24. 12 da. Yapi. Bo'ylari 75-80 shunaqa atrofida. Barakasi biz zo'r bo'libdi. 24 bo'libdi mana. Qancha bo'ldi aka? Qancha 9 million? 94. Xonajimmi? 94. 9 million 400 ming so'mga sotilgan xonajimiz. Xo'p, keyingi ona olamiz. Aka, qancha bo'ldi ona bola? 24 aka. 24. Bola xonajimmi? Bolasi xonajin ekan. Birinchi bolasimi aka? 24 million. Birinchi bolasi? Birinchi bolasi xonajin. Gap yo'q. Zo'r. Hojiva nechi pul bo'ldi ovoz? Pulini bilishmas ekan. Ha. Hurmatli kuzatuvchilar, biz qo'limizdan kelgancha mollar olingan, sotilgan narxini kuzatib berdik. Kanalimizda mehmon bo'lib ko'rayotgan bo'lsangiz, kelar albatta videoga bittadan like bosib qo'ying. Like bos albatta tekin-ku. Keyingi videolarda ko'rishguncha hay, sog' bo'linglar, bozor avjida.